Alloh taolo aytdiki: "Ey Jibril, Muhammadga ayt. Biz ummatingiz masalasida sizni rozi qilamiz. Bu masala haqida hech qachon yomonlik yemaydi" dedi Alloh taolo. Subhanalloh. Bir boyvachcha odam yoki bir mansabdor odam bo'ldi bu ishni men o'zim hal qilib beraman sizga, men qo'yib yuring. Xavotir olmang deb qo'ysa, odam qanchalik xursand bo'lib ketadi-da, shu katta bahola kutadi, katta narsa kutadi undan, mayda narsa kutmaydi. Endi bu va'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo Robbul alamin tomonidan keldi. Bu qanchalik katta bo'lishi mumkin, inson tasavvur qila olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlariga qanchalik mehribon zot ekanliklarini o'qib o'rgangan odam yo'q-o'shiydi. Hayron qoladi. Subhanalloh, inson boshqalarga shu darajada mehribon bo'la oladimi ya? Subhanalloh, har namozlarida ummatlarning haqqiga duo qilganlar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Moida surasining 118-oyatini o'qidilar. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ey Allohim, agar ularni azoblasang, ular sening bandalaring. Sen ularning holatlarini yaxshi biluvchi zotsan. O'zing adolating bilan ularga xohlaganingni qilasan. Agar mag'firat sabablarini qilgan kishilarni o'z rahmating bilan mag'firat qilsang, sen hech kim bas kela olmaydigan qudratli, barcha ishlarida hikmat sohibi bo'lgan zotsan. Shu oyatni o'qib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yig'ladilar. Shunda Alloh taolo Jibril alayhissalomga buyurdiki: "Ey Jibril, Muhammadni oldiga bor va so'raginchi nima uchun yig'layapti?" Vaholanki Alloh taolo biladi, hamma narsani bilib turadi Alloh taolo. Lekin yuqorida oyatda aytilgandek, hamma ishlarida hikmat sohibi bo'lgan zot. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz bevafo ummatlariga qanchalik mehribon, mehr-shafqatli, vafodor bo'lganlar. Subhanalloh. Jibril alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keldilar. Alloh taolo so'rayapti: "Nima uchun yig'layapsiz?" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Robbim, ummatim uchun yig'layapman, ummatim" dedilar. "Ummatimni azoblamagin, o'zing rahim qilgin, mag'firat qilgin ularning gunohlarini" dedilar. Shunda Jibril alayhissalom Alloh taoloning huzuriga chiqib: "Ey Robbim, Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatlari uchun yig'layotgan ekanlar" deganlarida Alloh taolo aytdiki: "Ey Jibril, Muhammadga ayt. Biz ummatingiz masalasida sizni rozi qilamiz. Bu masala haqida hech qachon yomonlik yemaydi" dedi Alloh taolo. Subhanalloh. Bir boyvachcha odam yoki bir mansabdor odam bo'ldi bu ishni men o'zim hal qilib beraman sizga, men qo'yib yuring. Xavotir olmang deb qo'ysa, odam qanchalik xursand bo'lib ketadi-da, shu katta bahola kutadi, katta narsa kutadi undan, mayda narsa kutmaydi. Endi bu va'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo Robbul alamin tomonidan keldi. Bu qanchalik katta bo'lishi mumkin, inson tasavvur qila olmaydi. Endi bitta masala qoladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatlari kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga haqiqiy ummat bo'la biladigan kishilar kim? Jonim sizga fido bo'lsin, ota-onam sizga fido bo'lsin deb faqat tilida yoki faqat yozuvda telefonlariga yozib qo'ygan kishilarmi? Yoki bir qog'ozga yozib olgan kishilarmi? Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimaga buyurgan bo'lsalar o'shani qilib, nimadan qaytargan bo'lsalar o'shandan qaytgan kishimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarini qanaqa kechirgan bo'lsalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va ularning ashablariga ergashishga harakat qiladigan odamlarmi? Qaysi biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlari? Rasululloh buyurgandek hayot kechiradiganlarmi yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi chiqib bid'at, xurofotlarga kirib ketgan kishilarmi? Kimlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlari bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlari bo'lib, Alloh taoloning shu va'dasini ostiga kirmoqchi bo'lsangiz, Alloh va Rasuli buyurgandek hayot kechirishingiz kerak bo'ladi. Har bitta narsangiz, hamma narsamizda, din va dunyoyimizda rozi bo'lasizlar. Hatto hojatxonaga kirganimizda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatganlaridek ish qilishimiz kerak.